Sekiroq gapiring. Uyg'otib yuborasiz. Ha, sizga o'xshaydi, sizga. Esvordingiz. Keyin aytaman. Bu sekret. Voy, halitdanmi? Katta bo'lsin, o'zidan so'raysiz. Sizchi, ko'p gapirmasdan tezroq metrikani hal qiling. Hali ham ism tanlaganimiz yo'q. Voy. Qatga? Shartmi hozir borishingiz? Kech bo'ldi-yu. Yo'q, uxlamayman. Kutaman sizni. Tezroq keling, iltimos. Sen ukang bilan bir gaplashib ko'r. To'g'ri tushuntirib ko'r. Bilaman. Gaping to'g'ri. Agar sendan o'rnak olishni boshlasa, juda ham yaxshi bo'larmidi. Bugun boshqachasan, bolam. Ukang jonimga tegib ketdi. Bir gaplashib qo'ysang bo'lardi. O'rgatib, tuzukroq kiyinishni. Tayyorgarchilik qilyapman. Ishlarim ko'p. 1-2 soatdan keyin mehmonlar keladi. Nima bo'pti? Ot qo'ymagan bo'lsanglar. Sizlarga qarab o'tiramanmi? Boshimni qotirma. Xotinlarni gap-gapiga aralashmagin, xo'pmi? Nima? Men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Someday when I'm awfully loved, when the world is cold, I will feel the glow, thinking of you and the way you look tonight. Hali oxirigacha aytolmadim. Chala chulpa bo'lib qo'yandi ozgina. Tugagandan keyin ko'rsatib beraman. Nima? Sinatra. Tarjimasi? Tarjimasini xohlab qoldingmi endi? Xo'sh. Butun dunyoni muz bossa hamki, menga sovg'a o'tmaydi zinhor. Chunki sening iliq xayoling ila isitib turar meni hamon. Qani? Endi bilasanmi? Yo'q, aytmayman kenayimga. Va'da berganman-ku. O'zi ham aslida faqat sen meni tushunasan-ku. To'g'risini aytganda. Aytmayman kenayimga, xo'p, aytmayman. O'zi ko'rmadim-ku to'lqin. Kam endi chalmaysanmi gitarangni? Bu dunyoda men bir yo'lovchi, shodon menga qo'l silka erkam, xuddi shunday ting
qush erkalovchi ziyo to'kar kuz fasli oy ham. Rolini olsammi? Man absolutno neytral holatdaman. Esinurman oyning taftiga, ilk bor uyadim orom olar jon. Allaqachon so'ngan sevgiga umid bog'lab yashayman hamon. Дженни, почему тебя не было в школе? Папа спит. Дженни! Бежим! Дженни! Куда ты делась? Qayerga ketyapsiz? Вернись назад. Ты где? Bolam, men komandirovkaga. Дженни! Ты где? Qachon qaytishim noma'lum, lekin ishim shu-ku, bilasan-ku. Молись со мной, Форест. Молись. Oyim bilan ajrashmoqsiz-ku? Mani yosh bola deb o'ylayapsizmi? Чтобы я могла улететь отсюда. Милый Бог, сделай меня птичкой, чтобы я могла улететь отсюда. Мама всегда говорит, Men seni yoshingda bunaqa aqlli bo'lmaganman. в тот день он не превратил Дженни в птичку. Зато велел полицейским передать, что Дженни не обязана оставаться дома. Barchaga salom. Bugun men Apple Optim.uz do'koniga kelib, skidka tarzda iPhone oxirgisidan do'stimga sovg'a qilib oldim. Menga bonus tarzda powerbank ham berdilar. Kimga sovg'a otganingizni aytmaysizmi? Bu sir. Albatta Apple Optim.uz do'koniga xarid qiling. Normallami? Zo'r gap yo'q. Mayli, yaxshi qoling. Kelib turing, sizga har doim shunaqa skidka qilib beramiz. Bilasiz-ku, skidkaga muhtoj emasman. Maryam! Maryam! Uyga kiringlar. Shahlo, salom. Shoshmay. Bu Ismoil-ku, meni nevaram. Ovozingizni o'chiring. Nima qilyapsiz bu yerda? Shoshma. Nimaga? Nimaga men o'zimni nevaramni biron marta ko'ra olmayman, ha? Ko'rsatish nari tursin. 100 metrga ham yaqinlashtirmayman sizni. Хорошо, но shu masalani hal qilaylik, iltimos. Ну дай шанс мне. Ну давай. Gaplashaylik, odamga o'xshab tushlik qilaylik. Tushlik? O'ylab gapiryapsizmi? Necha marta aytish kerak? Ko'zdan yo'qoling. Umuman bizga yaqinlashmang. Siz bizga hech kimsiz. Hech kim bo'lmaysiz ham. Bir kun kelib, baribir meni kechirasan. Hech qachon. Isko, senga sovg'a bor. Sovg'a? Додыр, у тебя день рождения, между прочим. Dodir. Yaqinda o'zbekchalik so'kishni boshlaysan. Вай, я на узбекском матерюсь лучше, чем ты. Просто понимаешь, нельзя. Цензура. Ладно, открывай, давай посмотрим.
Да, внимательно смотри. Ты не пользуешься медиатором, но можешь положить в сервант. Mediatordan foydalanmasligim senga aytganman-ku. Kichkinaligi uchun har doim yo'qotaman. Endi bunisini yo'qotmayman. Все в твоих руках. Xo'p. Shu. Давай. Вау. Oyijon, uzr, Ismoil uxlatib qolib ketdim. Hozir choy damlayman. Shahlo, Kechga nima ovqat qiling? Balki o'tiring. Sizga bitta iltimosim bor. Menga yo'damaysiz. Mani diqqat bilan eshiting. Hozir mani ona, qaynona yo oyijon sifatida qabul qilmaysiz. Sizdagi kelin bizani oilamizga kelgani o'zi katta baxt. Biz uchun. Lekin siz uchun yoshsiz. Yetar. Shu gaplarni aytish qanchalik qiyin bo'lmasa, haqiqat bu haqiqat. Xullas sizni javobingizni beraman. Bugundan. Lekin oyijon, Yo'q, gapimni bo'lmang. Boshingizga katta kulfatlar tushdi. Lekin bu hayot to'xtadi degan emas. Yangi hayot boshlashingiz kerak. Bugunoq narsalaringizni yig'ishtirib, uyingizga ketasiz. Menga nevaramni ko'rsatib tursangiz, yetadi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Imonim komilki, ko'chada ham qolib ketmaysiz. Yolg'iz ham qolmaysiz. Men Ismoilimga juda ham ishonardim. Ayniqsa sizni tanlaganida. Ismoil hech qachon odamlarda adashmagan. Bolam, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtli bo'lishingizni chin qalbimdan xohlayman. agar ruxsat bersangiz, tort pishirib keyin ketsam. Bugun Iskandar aka tug'ilgan kuni. Klara, yaxshimisan? Yaxshiman. Rahmat. Biron kor hol bo'ldimi? Kayfiyating yo'q. Repetitsiya ham g'alatiroq bo'ldimi?
Hammasi joyida. Biroz charchadim. Spektaklga tayyormisan? Albatta tayyorman. Repetitsiyada so'zlaringni unutib qo'yganingga aytyapman. Xavotirlanmang. So'zlarimni qaytaraman. Hop. O'rgildim sendan. Chala rejissyor. Uyatchan iboli qahramonim. Chapdas qochib qolding isnobdan mayin. Uzoq rol o'ynadim, bir o'zim tanho. Sherik ko'magiga muhtoj bo'lmayin. Sen qurib ketgur, yordamingni bil. Ehtiyoj sezmadim bir marta. Asta qochib qolding, qoldirding g'ofil. Pardalar ostida tinch soyalardek. Sen rostdan shu yerda turmoqchimisan? Vaqtincha. Balki yangi retsept o'ylab toparman. Ishlashga vaqt bor. Yangi shirinlik balki ixtiro qilib ko'rarman. Bilasiz, chalishga harakat qilaman. Bilaman. Sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Chalishga harakat nimalik? Bu yog'iga nima qilmoqchisan? Plan, reja, maqsad. Ish. Va sevinchim. Harakat qilaman. Bolam hech narsaga muhtoj bo'lish kerak emas. Uydagilaring ular bilishmaydi. Bilasan, odamlar boshlaydilar. Men senga aytgandim. O bola, bilganingni qilding. Onam esa 4 oy gaplashmaylar mamla. Shuning uchun ham uyga hali berib bormaysan. Xuddi shunday. Qiziq. Dunyo bo'ylab yer yuzida eng yaqin insoning ota-onang bo'ladi. Lekin hamma dardlaringni, ichki o'ylagan narsalaringni ota-onang bilan emas, balki do'sting bilan bo'lishasan. Nega? Chunki ota-onang seni tushunmaydi. Obbo, bu yoqda ekansan-ku, Sora Eshonto'rayeva. Hamma yoqni qidirib yuribman. Namuncha bo'lmaysanmi? O'tiribsan. Sen qidiryotgandim, shu yerda ekansan. Tuzukmisan? Bugun spektakl yaxshi ketdi. Zo'r o'ynading. Oldin hech ham buni o'ynamaganding. Ammo seni bir tenga qimmat tartib deb o'ylardim.
Yo'qol jinni. Oxiri ajrashding. Faqat iltimos hech kimga aytma. Jinnimisan? Bu teatr. Hamma biladi. Hech narsani yashira olmaysan, na hayotda, na sahnada. Menga qaralaring, uylaring bormi sanlarni? Soat nechi bo'ldi, ketmaysanlarmi? Obbo. Yo'q, Bobur aka, biz uyimiz. Biz mana shunaqa qashshoq, daydi aktyorlarmiz. Bizning uyimiz ham, yotoqxonamiz ham mana shu teatr. O'l jinni maymun. Bo'ldi, yig'ishtirlaring tez. Hozir chiroqni o'chiraman. Bo'llaring-ku. Hop. Dadi Misha yaxshi edi. Ertalabgacha qolsan ham indamasdi. O'zi teatr yaxshi ko'rgani uchun ishlardi. Bu bo'lsa, pensiyani deb hammani qonini ichib yuribdi. Yo'qolsin hammasi. Sevinch qayerda? Bugun Aliyenikida qoldi. Yur, uyingga kuzatib qo'yaman. Muzqaymoq beraman. Yur, keta qolaylik. Ana vovullashib boshlamasin. Ketakonlaring-ku. Obbo. Happy birthday to you. Tabriklayman. Baxtli bo'lgan. Erinmagan odamsan. Senga yana bitta syurprizim bor. Yo'q, kerak emas hech qanaqa syurpriz. Charchaganman, uyga ketaman. Iltimos, rahming kelsin. Bilardim shunaqa aytishingni, svoloch. Uyga. Xo'p, o'zim seni olib boraman. Ketdik. Yo'q, o'zim ketaman. Yo'q, mashina Anetta turibdi. Ketdik, o'zim boraman. Men hech qanaqa mashinaga o'tirmayman. Ochmaysanmi? Endi senda telefoning bor. Sim kartasini ham qo'yganman. Mana chexol. Bilaman, o'zing bariga bormaysan sim karta olishga. Zato sani telefoning faqat menda bor va faqat men senga telefon qila olaman. Ura! Yo'qmagan bo'lsa, oynadan tashlab yuborishim mumkin. Baribir foydasi yo'q. Nima foydasi bo'lmaydi? Воля. Какой же ты идиот. Man tushunmadim. Problema какие-то? Minut ichida 4-bokal без проблем. Слышь, Timoti, sen ko'proq ishlagin, kamroq gapirgin. Noyinki, oldin seni ko'rmaganman. Da. Mayli, kechirdim. Assalomu alaykum. Salom keling. Tinchlikmi? Sizni kutayotgandim. Nima meni kutasiz? Yuring. Kelgunizcha hamma uxlab bo'ldi. Men bo'lsam tort pishirdim.
Sizga yoqqan degan umiddaman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Ismoil har doim siz pishiradigan tortni maqtardi. Hech nasib qilmas edi ish. Uzrkini eslatganim uchun. Ularni esdan chiqarishi iloji yo'q. Chimadan nimaga? Tushundim. Qachon? Ukamchi? Ismoillab kelib turaman. Ertaga ertalab. O'zingizni bekor qiynabsiz. Kechgacha ovora bo'lib. Rahmatga nima ertaga tort deyman. Yaxshi dam oling. Keldingmi bolam? Keldim. Anti keyin Tort pishirdi bilaman. Скажешь? Kuning yaxshi o'tdimi? Только кухарки. Bo'ladi. Qolasanmi? Mavrushka. Yomg'ir tomchilayotdi. Qola qol. Keyin narsalarini olib borishtirib borarding. Borishtirib boraman. O'zi bilmaydi. Hop. Seni ham uylantirib. Yaxshi dam oling, oyijon. Сволочь. Так и льется. Так и льется. Nima qilsamikin bu bolani? Andrey aka. Ступайте департаментом управлять. Kuni kecha taxminan soat 13:00 da Markaziy shifoxona bosh shifokori Erjahon Baqtuqtoyev Jasurovich katta poraxo'rlikda ishtirok etganligi uchun ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xabarda Erjahon Baqtuqtoyev olib kelingan bemorlarning murakkab operatsiyalarini amalga oshirish uchun bemorning oila a'zolaridan katta daromad undirib olish kabi harakatlar bilan o'z burchini suiiste'mol qilishga uringani haqida aytiladi. Erjahon. Ahmoq bo'lib kelding bu dunyoga, ahmoq bo'lib ketasan. Kimlarni ko'ryapman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishmizmi? Haqiqiy qahramonlar hayotini qutqarib qolgan insonlarni eslasha olmaydi. Tushunaman. Kechirasiz, men gapingizga tushuna olmayapman. 3 yil oldin 19-iyun Kaminai Kamtarinni avtohalokat sababli huzuringizga og'ir ahvolda olib kelishgandi. Shoshmang. Agar men hammasini tushungan bo'lsam, eslagan bo'lsam, sizni laqabingiz Mixail Shumacher. Yo'q, Mirxon Shumacher. Xafa qildingiz, odamlar yuzimni bittada eslab qolishadi. Siz bo'lsa... Kechirasiz, men tanimay qoldim sizni. Oyoqda turganingiz uchun. Da. Alo? Ada? Yaxshimisan? Ne uxlamayapsan, kech bo'ldi-yu. Uyqum kelmayapti. Onang qayerda?
Oyim spalningda. Uxlayaptimi? Yo'q, yig'lab o'tiribdilar. Xudoga shukr. Ovqatlandingizmi? Ne bunaqa deysan, bolam? Xudoga shukr qilyapsiz-ku. Aytgancha senga yangi pirojnoy o'ylab topdim. Yangi, mazasi ham zo'r, tatib ko'rdim. Ertaga senga yuboraman, xo'p? O'zingiz olib kelmaysizmi? Ko'ramiz, bolam, ko'ramiz. O'zingiz olib kelsiz deyman, bo'lmasa men yeyman. Bir amoyinga o'xshaysan, ey. Adasi. Ko'p-katta odam bo'lib turib, qatlada yuribsiz. Sen bola oyini gaplarini qaytarmagin. Amir, qani tez uyga. Bo'ldi, kuldirma meni. Sog'indim sizni, tezroq keling. Men ham seni sog'indim, bolam. Boraman. Allo. Hozir. Allo, antena. Hozir. Cho'ta antena ilmayapti, to'xtab tur. Allo. Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz haligi shoddagi qorovul bo'lsangiz kerak-a? Telefonimni zaryadi o'chib qolgandi-da. Men Toshkentga yaqinda qaytib keldim. Gostinitsaga yetib borishim uchun telefonimni ozgina zaryadkaga qo'yib tursam maylimi? Yo'q. Siz hali ham bosyapsizmi? Hayronman. Yo'q, albatta. Men narigi dunyodan qaytib keldim desam ham bo'ladi. Tabriklayman. O'shanda hechga ulgurmagandim. Rahmat. Siz menga emas, hamyoningizga rahmat deyishingiz kerak aslida. Bilaman, tushunaman. Hammasini tushunaman. Baribir sizni mehnatingiz evaziga men tirik qoldim. Oyoqda turibman. Uylandim. Va dunyodagi eng shirin qiz otasiman. Agarda o'shanda men sizni qo'lingizga tushmaganimda, Tak. O'zingni bos. Mavzuni yopamiz. Lekin agar bir teng pulingiz bo'lmaganda edi, siz umuman meni oldimga hayotda yaqinlasha olmasdingiz. To'g'ri. Kechiring, ming bor uzr. Men ketishim kerak hozir. Timochi. Yo'q. Men o'zim Timochi. Timochi, meni hisobimga yozib qo'y. Bugun meni mehmonim bo'lasiz. Yo'q desangiz xafa bo'laman. Sog' bo'ling. Bu dunyoda eng keragi shu ekan. Timochi, yig'ishtirib ol. O'g'lim, men bunaqa ishlarni yig'ishtirib qo'yganman. Keyin sen ishonma bu odamga. Xo'pmi? Iltimos quloq solma. Xo'pmi o'g'lim?
uyga keldim. Kes kuzatib qo'yaptilar. Yot. Uxladyapman. Vaqt bor hali. Shoshmasa ham bo'ladi. Soat necha bo'ldi? Yarim soatdan keyin ochilamiz. Tushunishim bo'yicha Zamirani haydab o'rganimdan beri o'zingga qo'yar joy topolmay, kechalari uxlamasdan sho'tta siqilib yuribsan. Zamirani bo'shatdingizmi ishdan? Ha, kechir. Voh, Xudo sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Bo'pti, Turaqon. Turib yuz qo'lingni yuvor. Bir pasdan keyin majlis. Qanaqa majlis? Ko'rasan. O'zgarishlar bo'ladi. Chimadan og'irib kirishaveraman. Xo'p, faqat Tinchlik? siz odamni yaxshi tanimaysiz. Ismoil akam buni to'g'ri qabul qilgandilar. Adam ular hammaga o'xshamaganlar. Ular uchun oldindan uzr so'rayman. Yo'q, hojati yo'q. Yuring. Ada, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinroq kel yonimga. Я ищу признаки присутствия мозгов у тебя в башке. Что часто играл в футбол без шлема? Реплика Линдона против Генри Форда. 20 yildan buyon ko'zim ojiz. Armiyada granatalar bilan jonglyorlik qilayotganimda portlab ketgan. Bo'p turadi chiqsa. Ey Xudo. O'tir. Isming nima? Iskandar. Meniki esa Vito. Tanishganimdan xursandman, hurmatli Vitol. Corleone. Otangga rahmat. John Daniels ichasanmi? Adashmasam, Jack Daniels. Sen men bilan hazillashyapsan, tirancha. Balki sen uchun Jackdir. Lekin men u bilan tanishganimda uning ismi John edi. Ada, nevarangiz bilan ko'rishmaysizmi? Uy. Ucha pucha. Ha? Chi o'zimga. Ay ashalim. Ashalim. Ay, keldingizmi? Siz keldingizmi? Kim bu? Adam. Zerikmas ekansiz. Yuring, choy qo'yaman. Yo'q, rahmat, ketishim kerak. Qolsangiz bo'lardi. Nima jiyanim ko'rgan kelib turarman. U narsa kerak bo'lsa telefon qiling. Telefoningiz yo'q-ku. Endi bor. O'ziga telefon qilib meni nomerimni yozib olsangiz. Sizga, jiyanimga, Vito amakiga bu narsa kerak bo'lsa yetarsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ayniqsa sizda. Nimaga aynan menga? Chunki akam odamlarni hech qachon adashmagan.
ayniqsa sizdan. Ha, xo'p. Xo'p, qarab turaman, unga xavorib turaman, xavotir olmang. Nima ishingiz bor shapkam bilan? Ты что, дерзишь мне, засранец? Это ты делаешь? Не смей мне дерзить. 40 отжиманий. Потом еще 40. Потом будешь чистить сортиры зубной щеткой, а я буду тыкать тебя носом в солдатское дерьмо. Доброе утро, дорогие коллеги. Xayrli tong. O'rtoqlar, tongimiz haqiqatdan xayrli bo'lsin, umid qilaman tayyorsizlar. Ish kuninglar bugun oddiy kun emas, xullas o'rtoqlar. Я собрал вас с тем, чтобы сообщить вам... Пренеприятнейшее известие. Молодец. Читала. Хвалю. Не умничай. Qaytanga. Предприятнейшее известие. Bugun menimcha men juda oriyatli qaror qildim hayotimda. Tayyormisizlar? Aha. Zamirani ishdan haydadim. To'xtanglar. Mana eshitinglar. Odamgarchilikni esdan chiqarmaylik. Хотя нет, mazza qilib olaylik. Mayli. Bugun sizlarga bitta insonni tanishtirmoqchiman. Bu inson ko'p. Taklifi olgan mendan ko'p marotaba va u bugun shu yerda, eshik orqasida sizlar bilan ko'rishishga tayyorlanyapti va u odam bo'tga Pragadan kelgan bizning yangi xodimimiz. Bu inson ko'plab restoranlarda ish faoliyatini yuritgan, Yevropaning ko'p joylarida ishlagan va endi bizda ishlaydi. Kutib olamiz. Bizni yangi menejerimiz. Bizlarni ish yurituvchimiz Lola Usmonova. Здравствуйте. Uyatchan iboli qahramonim, chap dast qochib qolding isnoddan mayin. Uzoq rol o'ynadim bir o'zim tanho, sherik ko'magiga muhtoj bo'lmayin. Sen ko'rib ketgur, yordamingga bil, ehtiyoj sezmadim biror bir marta. Asab qochib qolding, qoldirding g'ofil pardalar ortida, tinch soyalarda. Men esa laxlab bo'lib sharmisor borardim xaloyiq, turar beparvo. O'shandoq sharmisor, o'shandoq abgor, o'shandoq roldaman bir o'zim tanho. Boblab vovullab berding-ku sherik, sen bo'lgan gaplarni kechir olmading. Ochiq ko'nglimni sen sodda tabassumim anglay olmading. Qahrilla g'azabing bir podana ammo
kelar semirmoqqa qayg'u alamim sharmsorlik aro insonlar aro yelkamni bukkancha turib qoldim jim shoshilgan xaloyiq ko'rmas hech zamon haqiqiy qahramon ko'zdan sal chetroq namuncha qo'rqmasang sen ey qahramon qo'rqma hech sotmayman seni ushbu chog'